Annyeonghaseyo, bugun sizlar bilan doramalar haqida gaplashamiz. Ha, men aktrisaman va men ham doramalarni ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Kelinglar, bugun sizlar bilan top 3 ta eng zo'r romantik doramalarni tanlaymiz. Bu albatta mening fikrim. Xo'sh, mening fikrim bo'yicha top 3-o'rinda to'g'risi tanlashga juda ham qiynaldim. Haligacha ikkilanib turibman, lekin meni birinchi bo'lib mana shu dorama olamiga olib kirgan dorama, ya'ni Moy Demon doramasini qo'yaman, chunki mana shu dorama orqali men doramalar olamiga kirib qolganman. Ikkinchi o'ringa bo'lsa Goblinni qo'yaman. Nimaga? Chunki juda ham yaxshi ko'raman uni syujetini. Endi giroy-geroinyalar o'ynagan roli juda ham zo'r chiqqan, to'g'risini aytaman. Men mazza qilib ko'rganman Goblinni va juda ham tez tugatib qo'yganman. Shuning uchun ham uni ikkinchi o'ringa qo'yaman. Birinchi o'rin menimcha juda ham ko'p doramchilarning fikri bir joydan chiqadi. Ya'ni hamma mazza qilib ko'rgan, hamma yaxshi ko'rib ko'rgan Potomki Solnца, ya'ni Quyosh avlodlari. Men uchun bu dorama doim birinchi o'rinda turadi va juda ham yaxshi ko'raman. Sizningcha qaysi dorama birinchi o'rinda turadi va hozir ko'rayotgan doramangiz qaysi? Kommentariyada yozib keting.